Ba'zi talabalar ustozlarini g'iybat qiladi, lekin g'iybat qilishdan oldin duo qiladi. Xuddi bir rahmat, mehribonlikni ko'rsatayotgandek. Falonchi ustozimiz Alloh taolo o'z ishlarini yengil qilsin. O'zi aslida falon sifatlari ham bor-da deydi. Qilgan ishiga yarasha bo'lyapti-da deb qarasangiz, ochiq g'iybat qilmasa ham bir qog'ozga o'rab g'iybat qiladi. Shayxul Islom Ibn Taymiyo rahimahulloh aytdilarki, ba'zilar shunday bir g'iybat qiladilarki, ko'rinishda bir salohiyat, bir diyonat alomatlari ko'rinib turadi. Masalan, meni o'zi g'iybat qilish odatim yo'q deb boshlaydi ba'zilar. Kimni tilga olsam yaxshilik bilan eslayman. Umuman g'iybatni yomon ko'raman, yolg'onni ham yomon ko'raman. G'iybat qilishni umuman yomon ko'raman. Faqatgina uni holatini xabar bermoqchiman deydi. Qarang, holatini aytib qo'ymoqchiman, g'iybat emas. Falonchi yaxshi odam-u, lekin falon sifatlari bor-da deydi. Alloh kechirsin, bizni ham kechirsin, Alloh uni ham kechirsin deb. Qarang, maqsadi uni yonini olish bo'lib ko'rinyapti-da, lekin bir diyonat, salohiyat ko'rinishida g'iybat chiqadi og'zidan. Allohni aldamoqchi bo'ladi-da, musulmonlarni aldamoqchi bo'lgandek.